Endi qora ikra seriyamiz haqida gapirib o'tamiz. Qora ikra seriya 30 yoshdan keyin bemalol quruq, o'ta quruq yuzlarga, ta'sirchan yuzlarga tavsiya qilsangiz bo'ladi. Qora ikra seriyamiz quruq yuzlarini namlaydi, chuqur ajinlarni yo'qotadi, yuzlarning rangini tiniqlashtiradi, yuzlarga lifting vazifasini beradi. Qora ikra naborimizda har doim nabor terganda avval aytganimdek peeling, penka, tonik losyon, kechki krem, vokruq glaz va quyoshdan himoya kremlar beriladi. Ya'ni kamida 7 ta mahsulot berasiz. Ba'zi qizlarimiz nima deydi? Arzonroq qilib ber yoki ba'zi klientlarimiz menga qimmatroq qilib ber, menga tezroq natija qilib ber deydi. Juda ham o'ta quruq, ajin juda ham ko'p bo'lsa, siz unga massajni krem qo'shib berasiz. Mana massajni kremimiz 55 ming turadi. Buni qo'shib berasiz. Agar qo'shimcha qilaman desangiz, har bir seriyaga bemalol svirtkani qo'shib bersangiz bo'ladi, qizlar, yoki mato maskalarni qo'shib bersangiz bo'ladi. Ba'zi klientlarimiz menga arzonroq variant qilib terib ber degan taqdirda siz bu peelingni o'rniga kichkina peeling qo'yasiz. Kunduzgi krem, ya'ni losyonimiz kunduzgi krem hisoblanadi. Buni bermaysizda, mana buni bersangiz bo'ladi. Bu qisman terilgan nabor. Ya'ni qancha bo'ladi? Uzog'i bilan 300 dan oshib 400 ga yetmaydi. Agar siz unga vokruq glaz bermadingiz, ko'z atrofiga hech nima surmaydi. Lekin ko'z atrofimda muammo ko'p desa, vokruq glazni qo'shib berasiz. Kunduz o'xot qilmaydi. Chunki kunduzgi o'xotlarni olib qo'ydim. Nima deydi? Сокращение qilib tashladik. Mana shunaqa teriladi nabor, qizlar. Bu qora ikra haqida naborimiz edi.